Vodiydan bizni Sohir nafas sozanda, xonanda, betakror ijodkorimiz ham tashrif buyurganlar. O'ylaymizki, bugungi ko'rsatuvimiz sizga chin ma'noda a'lo kayfiyat taqdim eta oladi. Shuning uchun bizdan uzoqlashmang. Demak, Vodiyning yana bir iste'dodli yoshlaridan Savoz xonanda biz Nizomxon Ne'matovni taklif qilamiz va barcha Feruza Bonularni ekran qarshisiga yaqinroq kelishlarini so'raymiz. Nizomxon, xush kelibsiz do'stim. Marhamat. Boshqa qizga yo'l bo'lsin Feruza xonim turganda qarmoq tashlab ko'zlari dilga olov soladi kulib tursa yuzlari hayolimni oladi Feruza Bonu noz etmay qo'llarimga bergin qo'l Feruza Bonu ozgina yuragimga ochginda yo'l Feruza Bonu nozli gulimsan shunchalar suluv Feruza Bonu olislab yurakka solmagin olov Qo'rab ardoqlagan onasi sevolmayman o'zgasin u qalbim yagonasi shaydo bo'lar nechasi oshiq bo'lar nechasi berolmayman birovga bu qalbimning egasi Feruza Bonu noz etmay qo'llarimga bergin qo'l Feruza Bonu ozgina yuragimga ochginda yo'l Feruza Bonu nozli gulimsan shunchalar suluv Feruza Bonu olislab yurakka solmagin olov Feruza Bonu noz etmay qo'llarimga bergin qo'l Feruza Bonu ozgina yuragimga ochginda yo'l Feruza Bonu nozli gulimsan shunchalar suluv Feruza Bonu olislab yurakka solmagin olov Nizomxon do'stim, xush kelibsiz. Kayfiyatni ko'tarib oldik. Feruza Bonular va aziz tomoshabinlarimiz bizdan uzoqlashib ketmang. Oldinda esa muhim eslatmalarga navbat. Gap shundaki, hozir reklamani tomosha qilamiz.